biror bir xonadon yo'qki, u xonadondan muhtaram yurtboshimiz xabar olmagan bo'lsalar. Assalomu alaykum. Bugun biz Buxorodamiz. Buxoroda 35 nafar bolajonlarimizni qalbiga quvonch olib kiramiz. Ehson karvonimiz, mehr karvonimiz Buxoroda. Mustaqilligimizni 35 yilligiga bag'ishlab 35 nafar bolamizni bugun sovg'a salomlar bilan, chiroyli tadbir, chiroyli taomlar bilan xursand qilamiz. Kimni to'yi? Meni. Qanaqa to'yingiz? Sunnat to'yingizmi? Ha. Xursandmisiz? Ha. O'g'illar bor, shularning ota-onalari uchun ham, bolalar uchun ham juda yaxshi tadbir bo'layapti. Ular uchun xursand bo'ladi. Jamoani o'rtasiga ularni kiyintirib, rag'batlantirib, to'yini qilyaptilar. Bu katta ish. Ham ota-onalari xursand, ham bolalar xursand, ham atrofdagilar xursand bu ishdan. Buni tashkil qilgan tashkilotchilarga katta rahmat aytamiz. Qalbdan joy olib, duosini olib, ishlarga rivoj tilayman. Doim sog' salomat bo'lsinlar.